Yanına direkt o gelen diyor. Söylüyor, Pul deganda qanaqa pul ko'chasi bo'ladi? O'sha narsa. Shartnoma olib kelasiz. O'sha shartnoma Shu magazinga pul ko'chirmoqchiman. savdoga deyapsiz. Savdo, sizni Tovar operatsiya magazin, tovar beradigan dillerdan shartnoma olasiz. Misol 4 ta shartnoma olasiz, 5 ta shartnoma olasizmi? Misol o'sha yaqinchilik alohida ko'chiradi, pechondaga alohida ko'chiradi, konfetga alohida ko'chiradi. Shu dillerga kiradi bo'rdingizga. Bu narsa olasizmi deydi. Mana masalan 20 million narsa berasiz. 20 million narsaga sizga qo'lingizga shartnoma beradi, 20 million bank premium ularga ko'chiradi, siz tovarni olasiz, kredit to'lovchisi bo'lasiz. Qo'lingizga pulni bersaga, o'sha pulingizga olgan pulni borib tovar olmaysizku masalan, boshqa joyga ham xarajat qilib qo'yasiz. Hisobda oldin olish maqsadida qilinadi bu narsa. Shunaqa joylari bor. So'ramoqchisiz? Nima so'ramoqchisiz? So'ramoqchiman. Javob chekmoqchiman. Qayerda, qaysi mahallaga yashaysiz? To'qqiz mahallasi bo'lsa, siz mahalla ro'yxatidan yoki hiytdan chiqaradingiz? Necha pul mablag' olmoqchisiz? Bo'ldi, 7-qaror bo'yicha olasiz, 4 yil muddatda 6 million $400 bilan